Assalomu alaykum sizlar bilan oltin yuragan olib. Birin MU'da o'yini Manchester United o'yini sirkopdi-ku. Shunaqa o'ynayverib qolaman-da, rostdan shunaqa o'yin bo'ladimi rostdan? Kelishilmagan holatda deyapman, ya'ni rostdan kelishilmagan holatda shu o'yin bo'ldimi rostdan? Chunki 2-0, 2-2 keyin ekstrada yana 4-2 4-2 keyin 5-4 sirk emasmi bu ish qilib deyapman. Bu o'yin asr o'yini bo'lsa kerak, yil o'yini bo'lsa kerak, asr bo'lmasa ham yil o'yini bo'lsa kerak bu o'yin bola. 9 ta gol bilanmiz. Yo'q, 9 ta emas, 7 ta. 9 ta, 5-4 o'ynaganmiz o'yin. 9 ta o'yin, bitta o'yinda 9 ta gol. Даже bitta turda 9 ta gol bo'lmayapti-ku, Chempionlar Ligasida. Yevropa Ligasida. Chempionlar Ligasida bo'lib safar ham Barsa bilan PSG. O'tgan hafta 9 ta gol urdim, eslamayapman. Birinchi o'yinda javob uchrashuvdan oldin. Monda lekin chekilinib ketibdi 9 ta gol. Bunday comeback 2-0 yutayotgan ekan Manchester United. Keyin Lyon 2 tur qilibdi. 2-2 qilibdi. Keyin ekstrada 2 ta urib Lyon 2 qilgan. Biling. Bu highlightini ko'rib qo'yinglar, bir highlightini ko'rish kerak ekan o'yinda. Jinnili o'yin emas bu. Jinnili o'rtoqlar. O'yinchi bo'lmadi lekin Kristal ozgina qiynalyapti jackpot berishga. O'ylanyapti nimagadir. Maguire pulini bitta oqlab beribdi desa ham bo'ladi. Chunki endi ekstra endi penalti seriyasi lotereyada baribir 50-50 vaziyat. 100 bo'yicha ehtimoli bor edi baribir. 120 plus 1 da uribdi o'zi ham. Maguire pulini oqlab beribdi lekin bittada. Chelsea bilan Barselona o'ynagan desimda ko'rgan bo'lsa kerak ko'pchilik futbol muxlislari. Men o'sha o'yinda Chelsea muxlis bo'lganim uchun jonli ko'rganman. Ya'ni Barsa qamab qo'ygan, to'g'ri tan olaman. Shu o'yin bermagan Chelsea umuman. Qarab chizada o'rtada chizadan bu yoqqa o'tmagan to'p. Faqat Barsa hujumga Chelsea himoyani olgan. Oxir Torres borib bitta urib qo'ygan bo'ldi. Shu bilan Chelsea keyingi bosqichga chiqib ketgan. O'sha o'yin men uchun Chelsea eng chiroyli o'yinlardan bittasi. Chunki Barsani eng pik payti edi o'sha. O'sha payt Barsani gullagan eng zo'r tarkib kelgan tarixdagi eng zo'r tarkib edi. O'sha tarkibda yutganda va'dachimsa Barsani uyida edi o'sha o'yin. Torres oxirgi hal qiluvchi golni urib kelgan bo'lib. Yakka-makka ketib Barsani ham o'zining tarixidagi eng kuchli darvozabonlardan bittasi edi desam, Viktor Valdesni paytda eng kuchli edi menimcha. O'sha paytda tarixda Barsa tarixida bilmadim qancha darvoza o'tgan, lekin o'sha 21 asrdagi eng kuchli darvozabon bo'lsa kerak.
Bilaman. Kristal umuman bermadi desa adashmaymiz. 100% aniq bermadi desa. Kristal. Ya'ni menga bir bosib ko'rilishi nima deydi ekan? Gapirarmikan, comeback berarmikan? Bitta 75 bilan comeback bo'ladi lekin bitta 75 bilan. Hammasi zo'r bo'ladi. Go'zal urib ketadi. Olam nurga to'lar edi. Berganingda bo'lmasa mana bu jonivor bo'lsa edi-chi. Bu ham bermasa scratch kart. Scratch kart deb bilaymiz bu narsa qilib. Chiqqan bek. 33. Mayli surdi.